soliq qonuniyatchiligi shakllanishini birinchi kunlaridan tadbirkorlik qilamiz. Biz o'zimiz uchun xulosa chiqarayotganda aytaylik, bizani buxgalterlar yo'q bundoq qilishimiz to'g'ri deyotganda, ularda albatta qandaydir xolislik yo'qoladi. Ertaga masalan soliq tekshiruv kelganda u yoqda talqinlar qandaydir farqlashishi mumkin. Bir tarafda aytsak, soliq organlari iloji boricha yulib yetish kerak, soliq maslahatchilari iloji boricha byudjetga kamroq pul to'lash kerak deb qaraydigan bo'lsa, na tadbirkorlar, na soliq organi xodimlari va na soliq maslahatchilari bu narsaga yo'l qo'ymasligi fikrimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Propaganda bo'lishi kerak. Ya'ni shu xizmatlar borligini ko'p tadbirkorlar biladimi, yo'q. Assalomu alaykum, Zafar aka. Avvalo sizga minnatdorchilik bildiramiz Utax kompaniyasi nomidan bugungi suhbat uchun vaqt ajratganingiz uchun. Keling, suhbatimiz avvalini bugun tadbirkorlarga soliq maslahatchisi qanchalik zarur va umumiy ma'noda siz biznesni ilk boshlagan vaqtingizda soliq maslahatchisi instituti mavjud edimi va o'z faoliyatingizda bu institutga zimdan ehtiyoj sezganmisiz? Mana shu haqdagi mulohazalar bilan boshlasak. Rahmat kattakon taklif etganingiz uchun. Va alaykum assalom. Men o'ylaymanki, tadbirkorlarga albatta soliq maslahatchisi kerak. Tadbirkorlar amaliyotini juda ham muhim qismi, juda katta qismi albatta bu hisob-kitob va shu jumladan fiskal hisob-kitoblar. Biz bilamizki, juda yaxshi iste'dodli tadbirkorlar bor, lekin ular hammasi ham masalan soliq qonunchiligi amaliyotini ikir-chikirlarida xabardor bo'lmasliklari mumkin. Va bu narsa bilamizki, ularni haqiqatan tadbirkorligini va faoliyatini barqaror yuritishda katta xavflar tug'dirishi mumkin. Shunda masalan albatta imkoniyat bor, aytaylik, tadbirkorligini yig'ishtirib qo'yib, soliq amaliyotini va qonunchiligini, qoida qonunlarini batafsil o'rganib chiqishga, lekin biz bilamiz bu ham balki yaxshi samarador bo'lmas, chunki hamma o'zini o'sha mutaxassisligida faoliyat ko'rsatgani meni fikrimcha yaxshiroq. Mana shu joylarda aytaylik, tadbirkorlar o'ziga soliq maslahatchilari, masalan aytaylik, yaxshi hisobchilar taklif qilib, shularni aytaylik malakalardan foydalanishligi mumkin. Men o'ylaymanki, shu mutaxassislikni oshirish sohasida hamma o'zi zo'r qiladigan ishini qilgani yaxshi va shu yerda aytaylik, mana shu faoliyatini soliqga taalluqli qismini outsource qilish uchun soliq maslahatchilari yoki aytaylik iste'dodi bor bo'lgan hisobchilar bilan hamkorlik qilishi juda joiz. Bizni faoliyat boshlagan paytimiz ancha oldin bo'lgan. Men haqiqatan birinchi tadbirkorlik, aytaylik, formal tadbirkorlik amaliyotimni 1989-yilda hali studentlik paytimda boshlagandim. O'sha paytda endi aytaylik, mana hozirgi soliqchilik, hozirgi tartibdagi soliqchilik mavjud emas edi. U payt bir kooperativdan boshlagandik, keyin mana mustaqillikka erishdi O'zbekiston. Mustaqillikda soliq qonuniyatchiligi aytaylik shakllanishini birinchi kunlaridan tadbirkorlik qilamiz. Bunday institut, soliq maslahatchisi degan institut yo'q edi. Biz albatta shuning uchun majbur bo'lganmiz. Bu yaxshilikkadir, lekin soliqchilik, uni haligi hamma qonun qoidalarini o'zimiz o'rganib, o'zimiz tatbiq qilib, o'zimiz xatolarimizni yana to'g'rilab, ular ustida ishlab kelishga, masalan bugungi kunda shaxsan o'zim soliq qonunchiligi, soliq ma'muriyatchiligida yaxshi tushunib bilaman deyman va bu narsa albatta tadbirkor sifatida menga qandaydir imkoniyatlar, afzalliklar beradi. Lekin shu bilan birga bilamanki, agar masalan mana hozir o'sha soliq tizimini murakkab va uzviyligida birdaniga kelib tadbirkorlik boshlayotgan odam shuni o'rganib yetaman desa, unda tadbirkorligi qolib ketadi. Shuning uchun bizda endi bu boshqa sharoit bo'lgan. Savolingizga javob, shuning uchun haligi nima deydi, g'ishma-g'ish bu imorat ko'tarilganini bilganmiz, lekin hozir masalan shu imoratga kelib qo'ygan odam bu davolar qayerga ketyapti, u davolarga qayerga ketyapti degan savolni izlab yurgandan ko'ra, albatta malakali soliq maslahatchilarini xizmatlaridan foydalanishi yaxshi. Men bu jihatda malakali so'zini bekor ishlatmadim.
haqiqatdan soliq maslahatchilarini juda ham anaqasi bo'lishi, bu haqiqatdan ularning malakasi va ularga ishonch mavjud bo'lishi kerak. Mana shu sohada men Utax kompaniyasini bilaman, Murodxon akani bilaman. Bu xuddi o'shanda ishonchli yillar mobaynida men hozir mana shu imkoniyatdan foydalanib tabriklab qo'ymoqchiman. Kompaniya 15 yoshga to'layotgan ekan. Mana 15 yil mobaynida men haqiqatdan Utaxni kuzatganman. Xizmatlardan foydalanib ko'rganmisiz? Konkret bir aytaylik amaliyotida men kuzatganman. Boshqa tadbirkorlar, men tanigan tadbirkorlarga yordam berishganidan va shaxsan o'zim ham masalan qandaydir savollar, masalalar bo'lganda Utax kompaniyasiga, Murod akaga onda-sonda tez murojaat qilib turaman. Hozir mana masalan yigitlarimiz, qizlarimiz mana shu masala bilan keladi. Shunga bir qandaydir ravshanlik kiritib bering deb. Shu narsada ular mutaxassislarni jalb etib shu xizmatlar qilishadi. Yuridik masalalar bo'ladi, bir xil payt soliq masalalari bo'ladi, umumiy hisob olib borish masalalari bo'ladi. Shunda mana juda ham Utax kompaniyasining xizmatlari bizga asqotadi. O'zi mana to'g'ri aytib o'tdingiz, tadbirkor mana shu jarayonda ham buxgalteriyani, ham soliq tizimini, umuman o'zining faoliyatiga doir barcha tizimni yaxshi bilgani yaxshi, lekin aytib o'tganingizdek, tadbirkorlik ishi qolib ketishi mumkin. Shu sababli ham har bir jarayonni o'z mutaxassisiga ishonib topshirgan ma'qul. Shaxsan o'zingizni biznesingizda soliq maslahatchisiga bugungi kunda qanchalik ehtiyoj seziladi? Men bilaman, bu ehtiyoj doim seziladi. Mana aytaylik bizda mana hozir kompaniyamizda moliyaviy aytaylik buxgalteriya, soliq buxgalteriyasi degan bo'limlar bor. U yerda ko'plab, o'nlab odamlar ishlaydi hozirgi kunda. Yaxshi mutaxassislar olganmiz, boshqa hammiz. Lekin masalan o'shanda biror qandaydir xulosaga kelayotganda hamma o'zi uchun xulosa chiqarib, men mutaxassisman deb chiqargandan keyin albatta yaxshi qandaydir mutaxassis bilan bu narsani gaplashib qiyoslab ko'rishi. Chunki biz ham haligi nima deydi, o'zimizni bilamiz, hali oynaga qarab ko'rishimiz mumkin, lekin chetdan turganlarga balki qandaydir kamchiligimiz ko'proq bilinar. Shuning uchun o'sha mutaxassislardan aytib, qaranglar, biz mana shunaqa xulosalar kelyapmiz. Yana bir narsani bilish kerakki, masalan biz o'zimiz uchun xulosa chiqarayotganda, aytaylik, bizani buxgalterlar yo bundoq qilishimizni to'g'ri deyotganda, ularda albatta qandaydir xolislik yo'qoladi. Ya'ni ular o'ziga yoqqan, o'zi to'g'ri deb tushungan traktovkaga nima deydi, qattiq o'shani ushlab olishligi mumkin. Shunda masalan ertaga masalan soliq tekshiruv kelganda u yoqda talqinlar qandaydir farqlashishi mumkin. Shu narsani haligi soliq tekshiruv kelganda talqinlarni aytaylik qandaydir tushunib yo bilib qolgandan ko'ra, albatta o'z vaqtida o'sha soliq maslahatchilariga borib, mana shu xulosalar kelyapmiz, mana sizlar xolis mutaxassis sifatida shu borada fikringiz qanaqa deb so'raganimizda, albatta yaxshiroq mana shunga o'xshagan narsalarda men aytamanki, mayli, xo'p, iymoningiz komilmi? Ha, hammasi anaqami? Ha, shunaqa bo'ladimi? Ha, baribir yana bir mutaxassis chaqirib fikr so'raylar deymiz. Ya'ni qandaydir o'sha qadam bosayotganda yoki hisobotda yopayotganda doim albatta olamiz. Mana biz to'g'risi bilasiz, ko'plab xorijiy investitsiya olganmiz va bizning shartlarda o'sha Big Four deydi, eng katta 4 ta audit kompaniyalari baribir har hisobotimizni, har bir qadamimizni ulardan ekspertizadan o'tkazishimizga majbur. U jihatda ham ular ham o'sha soliq maslahatchisi. Endi aytaman, bu katta kompaniyalar uchun deyilsa, aytaylik, o'zimizdagi kichik, o'rta va katta kompaniyalar, bunday haligi xorijiy investorlar tomonidan Big Four talabi qo'yilmagan kompaniyalar uchun mana Utax kabi korxonalardan, maslahatchilardan aytaylik fikr almashish bu juda ham zarur. Soliq maslahatchisi ish jarayonida sizningcha ko'proq kim? Byudjet himoyachisimi yoki tadbirkorning advokatimi? Meni fikrimcha bu narsada qarama-qarshilik yo'q. Ya'ni qonun hamma uchun bir. Mana shu jihatdan men o'ylaymanki, soliq maslahatchisi bu tadbirkorga qonunga mos ravishda optimal soliq to'lashini
maslahat beradigan mutaxassis deb bilaman. Nimaga? Masalan, agar u aytaylik tadbirkor advokati deb qo'yadigan bo'lsak, demak tadbirkor haqmi nohaqmi uni yonini olish kerak degan. Lekin men o'ylaymanki, soliq maslahatchisi tadbirkorni aytaylik ilmini oshirishga ham xizmat qilish kerak. Shu masalan xato qilayotgan joyda xatosini ko'rsatib berish kerak. Byudjetda ham masalan tadbirkorlarda haqqi bor. Soliq qonunchiliklarda yozib qo'yilgan aniq to'lovlar bor. Bu narsani byudjet aytaylik hujum qiluvchi-yu, bu himoya qiluvchi emas. Bu qonunda. Masalan, aytaylik byudjetni himoya qilayotgan soliq organlari xodimlari ham ular byudjet advokati yo byudjet tarafida turib tadbirkorga otilish kerak degan gap yo'q. Ular haqiqatda byudjetga haqli tegishli bo'lgan mablag'larni iqtisoddan yig'ib olishga mas'ul. Haqli degan so'zim bu qonun asosida. Xuddi shunaqa soliq maslahatchilari tadbirkor tomonidan turib, tadbirkor o'sha haqli qismini byudjetga bersin, undan ortig'i kam ham to'lamasligini bildirish kerak. Bu tarafda men o'ylaymanki, soliq maslahatchisi bo'ladi, tadbirkor va soliq organi xodimlari va davlat to'rt tomon masalan haqiqatdan o'zaro xolis, do'stona va qonunga asoslangan faqat haqiqatni birga qidirishlari kerak. Endi agar haqiqatdan bir tarafda aytsak, soliq organlari iloji boricha yulib yetish kerak, anaqa tadbirkorning ham soliq maslahatchilari iloji boricha byudjetga kamroq pul to'lash kerak deb qaraydigan bo'lsa, unda albatta biz haligidagi noxush hollarga kelamizki, bu yerda bir tarafdan yo ikkinchi tarafdan qonun buzilishiga rag'bat yo harakat bo'lib qolishi mumkin. Bu narsani na tadbirkorlar, na soliq organi xodimlari va na soliq maslahatchilari bu narsaga yo'l qo'ymasligi meni fikrimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Biznesingizda aynan soliq maslahatchisi inqirozdan olib chiqqan vaziyat bo'lganmi yoki qanaqadir katta risk kelib chiqayotgan paytda ular yordam berib olib chiqib ketgan? Menda shaxsan o'zimda bo'lmagan bo'lsa ham, menda bo'lgan, men ko'rganman juda ko'p tadbirkorlarni shu hol bo'lgan. Xususan shu narsada Murod aka qatnashib o'sha tadbirkorlarga yordam berganlarini bilaman. Shu orqali o'zi haqiqatdan tanishganmiz ham. Bu yil Utax faoliyatiga 15 yil to'lar ekan. Zimdan kuzatuvchi sifatida Utax faoliyatiga qanday baho bergan bo'lardingiz? Men Utax faoliyatini yanada anaqa albatta Murod akaning shaxsiyati bilan qandaydir chambarchas ko'raman. Men bilaman, bu juda bilimli, ilmli, haqiqatdan kompetent, haqiqatdan rostgo'y. Masalan, qiyin paytlarda ham o'sha to'g'ri haq narsani himoya qilgan. Biz bilamiz, 15 yil degan bo'lsak, hali eski O'zbekistonda ham xizmat ko'rsatganlar, o'shanda ham haligi aytaylik vaqtlar murakkab paytlar bo'lgan tadbirkorlik uchun, lekin shunga qaramasdan mardona va rostgo'ylik bilan shu tadbirkorlarni o'sha qiyin paytda ham qonuniy manfaatlarini himoya qilib kelganlar. Takliflaringizcha, biz faoliyatimizni yanada yaxshilash uchun nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Men o'ylaymanki, juda ham katta bu yerda haligi da'vat propaganda bo'lishi kerak. Ya'ni shu xizmatlar borligini ko'p tadbirkorlar biladimi, yo'qmi? Ayniqsa endi ishni boshlayotgan tadbirkorlar gohida bilib bilmay, masalan, qandaydir xatolarga yo'l qo'yib qo'yishadi, boshqa qilishadi, keyin boshqa hollarda yaxshi rivojlanish bo'lgan biznesiga xavf-xatar tug'dirib qo'yishadi tadbirkorlar. Yana aytganimdek, haligi bilib bilmay yoki ularning haqlarini kelib boshqa taraflar manfaatlarini buzishi mumkin. Shu jihatda men aytamanki, soliq maslahatchilari instituti juda muhim rol o'ynaydi, lekin shu ilmli, bilimli, juda yaxshi mutaxassislikka ega bizada shunday mana Utax kabi kompaniya, uni xodimlari kabi mutaxassislar bor. Lekin meni eng katta savolim shu yosh boshlayotgan tadbirkorlar shunday xizmatlar bor, shunday mutaxassislar bor degan ma'lumotga egami yo'qmi? O'shaning uchun manga
taklif bo'lganda men aytdimki, men jonimdan qatnashaman. Mana shoyat mana shu videolar, mana shu intervyular kengroq tarqalib, shu narsa natijasida kengroq omma shunday xizmatlar bor, shunday mutaxassislar bor, aytaylik, ularga ishonch bilan yondashish mumkinligiga aytaylik shu ilmi bilmi paydo bo'lsin deb qatnashishga rozi bo'ldim. Rahmat. Sizga katta rahmat ajratgan vaqtingiz, ma'lumotlaringiz, fikrlaringiz uchun. Ishlaringizda doim muvaffaqiyat yor bo'lsin. Rahmat. Sizlarga ham omad. 15 yil bo'pti, 150 yilga to'lib yuringlar. Rahmat. Kattakon.